Barchaga xayrli kun. Bugun 19-mart 2025-yil. Haftaning chorshanba kuni. Chorshanba kuni din konduktori deydi. Ko'pincha chorshanba kuni narx ham yuqorini ham pastni olib to'xtaydigan odati bor. Ehtimol bugun chorshanba shu holat bo'lishi mumkin. Yangiliklar blogi 3-4 ta yangiliklarimiz bor. Bugun juda chiroyli kun bo'ladi, xudo xolasa. O'tgan hafta dushanba kunimi, seshanba kuni. Bugun chorshanba bo'lsa, kecha seshanba, o'tgan dushanba kuni. Haftaning ochilish kuni ko'rdik mana bu joylarda. Hatga shu joylarda yangilarmikin desak, battam yangilamasdan narx tepaga yuqori juma kuni ochilgan Londonskiy sessiyani maksimum zonasini yangilab, dushanba kuni, seshanba kuni mana yana qaytadan Londonskiy sessiyani maksimum minimum zonalarini qilib qaytadan bugun chorshanba yangilashga ulgurdi. Global trend yuqoriga bo'lyapti. Agar nedelnida yaxshi harakat bo'lgan kunlari, aktiv reaksiya bo'lgan kunlariga hisoblab turib Fibonacci tortadigan bo'lsak, mana shu joydan olishimiz mumkin. Fibonaccining hamma nuqtalariga yaxshi reaksiyalar bo'lyapti. Tek 2 30-92-43 tek 3'imiz bitta sikl tugaladigan joy. Mana shu joyga tek profitni qo'yganman. Mana shu yerdan bitta sikl tugab qaytishimiz mumkin. Ehtimoli yo'q emas. Buni qarasak ham, buni qarasak ham yaxshi. Shu narsaga namyoq beryapti. Mana ko'ryapsiz nedelnida. O'rinlarda Fibonaccining o'riniga ko'ryapsiz mana. Tek 2 ga kelyapti, sразу dnevnoy switchga qaytib beryapti orqaga. Tek 1da buni proboy bilan yorib o'tyapmiz. Tek 1da 161.8 ga ko'ryapsiz mana protargovka. Mana bitta o'rinlarga, har bitta o'ringa o'zi maxsus atayda kichik o'rinlarimizda ko'ryapsiz, maksimumda yuryapti, pastga внутренний bar hosil qilyapti, yorib o'tib to'xtaganimiz yo'q, yana yuqoriga harakatdamiz. Shuning uchun prioritetda asosan yuqoriga zilka ochganimiz ma'qulroq. Hozir mana shu zonada narx yaxshigina likvidniy zona hosil qilib turibdi bugun. Aziyatskiy sessiyadan chiqib Yevropeyskiy sessiyaga o'tishimiz mana shu zonamiz turibdi. Shu zonani qaysi tomonga yorib o'tib zakrepleniya bo'lishimizga qarab narx yurib beradi fikrimcha mana bu joydan mana narx yurib 4 soat deydi. Yana qo'shimcha Aziyatskiy sessiyani likvidniy zonalarni yangilashi mumkin. Yoki bo'lmasa mana bu joyda bugungi Aziyatskiy sessiyani likvidniylarini olib yuqoriga qaytib berishimiz mumkin. Qo'yinchi mana shu zonadan qaysi tomonga yorib o'tib zakrepleniya bo'lishimizga qarab narxda bugungi holati aniq bo'ladi, xudo xolasa. Likvidniylar ko'p joy yig'ilib qolgan joylar serob. Mana ko'rib turibsiz, 1 soatda hech qayerda to'xtaganimiz yo'q. To'xtovsiz yuqoriga yurib beryapmiz. Krupniy uchun ham, boshqalar uchun ham hech qanday bir pastdagi likvidlar sizlarni yechishga ehtiyoj yo'q, qiziqish yo'q. Demak, qiziqish yo'qki, oltinga bo'lgan talab katta. Shuning uchun brokerlar yog'baga qaramasdan oltin sotib olish bilan avvora.
balkim bugun ham tepaga yurib berishimiz mumkin. Mani fikrimcha tepaga yuqoriga yurib bersak kerak. Sababi mana 5 minutlikda mana bu nimamiz hali скользящие средние дневные 4-часовые 5-minutный часовой скользящие среднеlarimiz hali pastga keskani yo'q. Даже dnevnoyga даже пересекать ham qilgani yo'q. Mana buni пересечение qilib o'tganimiz bilan bundan boshlangan mana to'xtaganimiz yo'q, yuqoridamiz. Xo'p, 1 soatlikda ersayni ko'radigan bo'lsak, ersayimiz periprodanistamiz. Lekin asosan periprodanistimiz dnevnoyda bilinadi. Dnevnoyda periprodanistamiz. Hammasida periprodanistamiz. Demak, periprodanist bo'lgandan keyin ko'proq yuqoriga zelkani harakat qilganimiz yaxshi. Mana ko'ryapsiz. Zelkamiz как раз 50 ga kelgandan keyin mana 50 ga kelgandan keyin yuqoriga boshlandi. Barchaga omad, ishlarga rivoj, yuksak profitlarda egallashlarini tarafdoriman. Yangiliklarda xushyor bo'lamiz, xudo xolasa barchamiz kutgandek ssenariylar bo'lishini yaratgandan so'rab qolamiz.